Surxondaryoda DNOdan yangi partiya 12 ta sigir kelibdi ekan. Sigir olaman deganlar bo'lsa, qarang, zotdor, nasrli, sutdor sigirlar sotilyapti ekan. Surxondaryo bo'ylab dastavkasi ham bor ekan. Sigir oladiganlar bo'lsa, Max video G'iyosbek Xurramov hamda Surxon TV kanalida chiqayotgan video. Qarang, 12 ta nasrli, zotdor yaxshi sigirlarimiz sotilyapti. DNO Qaraxondan, Bahrom akadan. Sigir olaman deganlar bo'lsa, marhamat. Agar 12 tasini bir joyga olganga, xohlang bunisini bonus qilib olishingiz mumkin. Max video Surxon Media hamda Surxon TV G'iyosbek Xurramov kanaliga chiqayotgan video. Sigir olaman deganlarga jo'natib qo'yasizlar, like-chani bosib, kommentariyada fikrlaringizni yozib qoldiring. Qanday videoni boshladik. Assalomu alaykum hurmatli tomoshabinlar, G'iyosbek Xurramov kanaliga xush kelibsiz. Kanalimizda mol va qo'y bozorlarining narxlarini bilib olasiz. Kelingalik salom, sizlar bilan G'iyosbek Xurramov hamda Surxon Media kanali. Chorva ishqibozlari uchun Surxondaryoda DNO Qaraxondan Bahrom akamizning yangi partiya nasrli sigirlarni olib kelibdi ekan. Shundan tanishtiraman. Uyga nasrli sigir olaman deganlar bo'lsa, marhamat. Assalomu alaykum Bahrom aka, zo'rmisiz? Assalomu alaykum aka, yaxshimisiz? Ishlar bilan charchamayapsizmi? Qarang, Bahrom aka zo'r sigirlarni olib kelibdi ekan. Ularni ko'rsating aka, hammasi ishonarli. Uyga borib, sog'ib, ichib, ko'rib, 1 million, 2 millionni nasiya emas, sinov uchun bu gap. Aka, bir chekkadan tanishtirsak Bahrom aka. Simental gibrid aka, birinchi qorin. Bolasi nima Bahrom aka? Urg'och aka. Bolasi urg'och ekan. Qancha suti bor Bahrom aka? 12 ta beryapti, 10 taga beraman aka. Mana 12 ta beryapti, 10 taga beramiz deyapti. Xo'p, narx qancha Bahrom aka buni? 32 million so'm. 32 million so'm. Xayr barakasiga yana o'tib ham beraman. Xayr barakasiga yana o'tib ham beryapti ekan. Sigir olaman deganlar bo'lsa, ekranda raqamga bog'lanasizlar. Birinchi qorin aka. Birinchi qorin. Va mana ala sigir so'raganlarga Tishini ko'rsat. Tishini oching, tishini ko'rsataylik. Ha, 3-bolasi aka. Mana aka, tishini qarang, pokida turibdi ekan. 3-bolasi nima Bahrom aka? Gibrid aka, urg'och bolasi aka. Bolasi gibrid, urg'ochi ekan. Bahrom aka, bu nechinchi qorin? 3-qorin aka, 10 taga olaversin. Endi ko'proq, lekin mayli aka, endi qanday qaraydi, qanday qo'yadi? 10 taga olaversin. 10 taga olaversin aka. Yillar ham katta ekan. 33 million so'm xayr barakasiga 33 million so'm xayr barakasiga yana o'tib ham beramiz deyapti. Va yana sigir so'raganlarga qarang. Suti ko'p, chini bilan sutdor sigir aka. Sutdor sigir ekan mana aka. Jonivor 12 ta, 13 ta spokойно beryapti aka. 12 ta, 13 ta, 7 ta oqshom suti berar ekan. Bolasi nima Bahrom aka? Bolasi urg'och aka. Bolasi urg'och 3-qorin ekan. Narx qancha Bahrom aka buni? Narx aka 32 million so'm kami bor aka. Buni ham xayr barakasi. 32 million so'm kami bor, xayr barakasi bor ekan. Xo'p, hosildor mol aka. Mana bunisi ham aka 3-qorin. Bunday burgun mol. 3-qorin tim qora ekan, ha. Bolasi ham onasiga o'xshab qora ekan. Aka, 3-qorin. 10 ta sutga sog'ib ko'rib olaversin aka. 10 ta sutga sog'ib ko'rib olaversin. Bolasi urg'och, ha? Urg'ochi 1 haftalik aka. Nechinchi qorin Bahrom aka bu? 3-qorin aka. 3-qorin. Hamma tarafi joyida aka. Bahrom aka, buni narxi qancha endi? Kamchiligi yo'q. Aka, buni 30 million so'm xayr barakasiga o'tib beraman aka. 30 million so'm xayr barakasiga o'tib beramiz deyapti ekan. Xo'p, mana aka, shvit so'raganlarga Simental gibrid shunaqa chatishmol. Chatishgan, ha, simental bilan. 8 ta, 9 ta sut beryapti aka. 8 ta, 9 ta sut beryapti ekan. Bolasi nechinchi? Bolasi 2-qorin aka. 2-qorin. Erkakmi, urg'ochimi? Urg'och bolasi. Urg'och 2-qorin. Necha pilyapsiz Bahrom aka buni? Aka, buni 29 deyapman, kami bor aka. Buni ham xudo olasa xayr barakasiga 20 bor. 29 million so'm deyapti, kami bor. G'iyosbek Xurramov Surxon TV kanalidan ko'rib telefon qilayapsiz, xayr barakasiga o'tib beramiz deyapti. Va yana mana aka, molni atirgul aka. Molni atirgul, ha. Ha, savollarni oling, bizga o'kishcha aka bir. Mana aka, qarang. Mol qilaydigan. Qancha suti bor buni endi? 7 ta, 8 ta suti bor aka, 6 taga olsin, 1-qorin aka. 1-qorin. Bolasi nima Bahrom aka? O'zi g'onojinligida aka Rossiyadan kelgan aka. Emblemasini ko'rsating aka, Rossiyani. G'onojinlik paytiga Rossiyadan kelgan ekan. Bolasi erkakmi, urg'ochimi? Erkak aka. Bolasi erkak ekan. 1-qorin. Narxi qancha Bahrom aka? 28 millionga beraman. 28 millionga beramiz deyapti. Va yana ala so'raganlarga qarang, alan zo'rlardan ketdi. Men borini aytib sotaman-da aka, 3 yilin. 3 yilin, ha? Yilin 3 yilin. Lekin 3-qorin 3 yilingga ham aka 8 ta, 9 ta sut beryapti aka. 3 yilingga ham 8 ta, 9 ta sut 4 beryapti. yildan ziyod sut beryapti aka. Bolasi nima Bahrom aka? Bolasi urg'och. Bolasi urg'och. Narxi qancha buni? 28 million, buni ham xayriga o'tib. Buni ham 28 million so'm xayriga o'tib beramiz deyapti ekan. Sigir oladiganlar bo'lsa, ekranda raqamga bog'lanamiz. Bahrom aka, bu qorani tanishtirsak. 3-qorin aka, puli yengil, yangi ro'zg'orlarga bo'ladigan mol. Mana aka, yangi ro'zg'orlarga suti hamma tarafi joy-joyida. Bolasini ko'rsating aka. Urg'och bo'lgan bilan bolasi ham yaxshi bizga uchun. Mana aka,
Qanchadi Bahrom aka bu narxi endi? 25 million aka, buni ham xayriga o'tib beraman aka. 25 million so'm baho qo'yapti, xayriga yana o'tib beramiz deyapti ekan. Aka, sigir oladiganlar bo'lsa, bir chekkadan tanishtiramiz. Zo'r sigirlar kelibdi ekan, yangi partiya. Bu ham 3-bolasi aka. Bu ham 3-bolasi. Xohlaganini tishini kelib ochib ko'rib, любой inson ko'rib olsin aka. Qancha suti bor Bahrom aka buni? 8 ta suti bor. Bolasini 8 ta suti bor ekan. Bolasini qarang. Bolasi nima buni? Shveddan qo'yilgan aka, urg'ochi bolasi. Shveddan qo'yilgan, mana aka urg'ochi ekan. Narx qancha Bahrom aka buni? Buni ham 25 million so'm xayriga o'tib beraman aka. 25 million so'm xayriga o'tib beramiz deyapti. Va mana ala so'raganlarga Buni ojincha aka, bolasi erkak. bolasi ho'kizcha ekan. Savollarni oling aka. Mana aka. Bahrom aka qancha suti bor buni erta oqshom? 6 ta sut beryapti. Endi Erta ko'proq, lekin mayli 6 taga olsin aka. 6 ta hisobli olaverasiz, undan ko'proq ham beradi. Ikkinchi bolasi oldin bir tuqqan, bu ikkinchi qorin aka. Narx qancha Bahrom aka? Narxi 26 million 500 ming, buni ham kami bor aka. 26 million 500 ming esa buni ham kami bor. Xayriga o'tib beramiz. Xayriga o'taman akajon. Va yana sigir so'raganlarga, Yengil so'raganlarga kecha tuqdi aka o'zi. kecha tuqqan, puli yengilroq. Puli yengilroq. Bolasi nima? Erkak aka. Bolasi yosh ho'kizcha ekan aka. Birinchi qorin. Birinchi qorin. Narx qancha Bahrom aka? Narxi 21 million so'm aka, xayr barakasiga buni ham o'tib beraman. Ikkalasi bir joyga olgan insonga aka 21 milliondan ikkalasini ham biz ho'kiz, ikkalasi ham birinchi qorin. Ikkovini bolasi ho'kizcha ekan, birinchi qorin ekan, ikkovini bir joyga olsa 21 milliondan beramiz deyapti ekan. Sigir olaman deganlari bo'lsa, Surxondaryo DNA Qoraxondan Bahrom akadan kelib, mana aka uydan xohlagan sigirni tanlab olib borib sog'ib ko'rishingiz mumkin. Yoki she'rlar sog'ib olasiz. 12 tasini bir joyga olaman degan, xohlagan bittasini shunday beraman aka. Mana shu yerda 12 ta sigirni oladigan odam bo'lsa, bitta sigir bonus, bitta sigirni qo'shib beraman aka. Aka, bitta sigirni qo'shib beramiz deyapti ekan. Yo chekkadakmi yo ikkinchisini ko'rdim, qo'shib beramiz. Xohlaganini qo'shib olsin aka. Mana qarang, 12 ta ana shu nasrli sutdor sigirlarni oladiganlar bo'lsa, bir joyga Vohadan bo'ladimi, Surxondaryodan bo'ladimi? Bittachi yetkazib berishi ham meni bo'ynimda. Bittasi bonus ekan. Yetkazib berish dastavkalari bor ekan. Surxondaryoda DNOdan kelib Bahrom akadan mana aka nasrli sigirlarni uydan xarid qilishingiz mumkin. Qarang, yaxshi sigirlarimiz bor. Ekranda raqamga bog'lanamiz. Video yoqsa albatta like bosib, kommentariyada fikrlaringizni yozib qoldiring. Qarang, mana sigirlarning oldi tarafdan bir ko'rsatishlarga. Mana hozir mana shunday sigirlar mana. Uydan sotilayotgan sigirlar qarang. Qanday chiroyli turibdi. Aka, hammasi ishonarli aka. Aytyapman-ku, u nasiya savdo yo'q. Prosta olib borib uyiga sog'ib ichib uchun 1 million 2 millionni sinov uchun aka beraman. Любой. Aka, olib borib sog'ib ko'r 1-2 million yetmagan sinov uchun. Nasiya degan gap yo'q. Prosta sinov uchun aka. Sinov uchun, Syomka bo'ladi. Narxga sotiladi. Narxga sotiladi, sinov uchun. Xohlaganini olsin, 2 million 3 millionni olib qolsin aka. Xohlaganini olib borib uyga sog'ib, sinov uchun 2-3 million olib borib sog'ib ko'r, sutini ichib berishingiz mumkin. Sizlar bilan G'iyosbek Xurramov hamda Surxon TV kanali.